inshaalloh degan so'zni, hali kuch quvvatini Alloh subhanahu va taolo shunday o'zimizga ko'rsatib qo'ydi. Asli sinalmaydi bu. Inshaalloh deb ko'raychi deb sinaladigan narsa emas. Yahudiylar inshaalloh deganda haligi sigirni topishib olgan. Yajuj Majuj har kuni ertaga chiqaman deb aytar ekan. Bir kuni kechqurun inshaalloh ertaga chiqaman deganda chiqib ketar ekan. Bir ish qilmoqchimisiz? Inshaalloh deng. Safar qilmoqchimisiz? Inshaalloh deng. Yana qanday g'am tashvish, qarz bormi, yaxshilik bormi, yomonlik bo'lsa ham inshaalloh bo'lmaydi deng. Alloh subhanahu va taolo bo'ladigan ishlarga inshaallohni bog'lab qo'ygan ekan. Va odob bo'ladi, Alloh taolaning o'zi yordam beradi. Bo'lmaydigan ishlarga ham inshaalloh deysiz, Alloh subhanahu va taolo o'zi nima qiladi? O'zi yordam beradi.